35 ming sarflab yuzimizdagi har qanday ajinni uy sharoitida ketkazishimiz mumkin. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Ajinga qarshi самый шикарный kremni tayyorlashni o'rgataman. Krem ham deb bo'lmaydi buni. Demak, vazelin olamiz. Обычный vazelin, men aloeligini oldim, chunki sovuq kunda ozgina yuzim shamollaganga o'xshayapti. Yuzimni bekitmay yuraman-ku. Shuning uchun vazelinni aloeligini oldim. Retinol olar ekanmiz. Odatda men 5 pachka olaman. 5 pachkaning ichida 20 tadan bo'ladi va 100 ta kapsula bo'ladi. Har bitta kapsulaning ichidan demak sivritkasini solib vazelinga quyib olar ekanmiz. Shprit yordamida olamiz. Hozir ko'rsatib beraman. Mana qizlarjonlar, sekin-sekin burab kirgizasizlar. Udar qilib tutmanglar, bo'lmasa boshqa joyda chiqib ketib qoladi-da. Shunaqa qilib tutib olasizlar-da. Sekin tortsanglar, ichida moy samanda yo'qligi. Sekin-sekin tomchi bo'lib, mana ko'rasizlar, shpritsimga yig'ilib qolgan. Har bittasini ichidan shunaqa ajratib, vazelinimizni ichiga solib olamiz. Vazelinimiz ozgina ishlatilgan bir qoshiqcha. Hech narsa qilmaydi. 100 grammga demak 5 pachka retinolni solamiz. Har qanaqa ajinni tep-tekis qilib tashlaydigan shikarli narsa. Eng qimmat kremlarning sostavida ham mana shu narsa bor, bilasizlar. Любой yoshga to'g'ri keladi. Ko'zlarning atrofiga ham sursa bo'ladi.